O'zbek shou-biznesdagi mashhur aka-ukalar haqida bilarmidingiz? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Ba'zi aktyorlarning qondosh ekanini hattoki tasavvur ham qilmagansiz. Bundan tashqari, bir inson deb o'ylagan aktyorimizning aslida egizagi borligini ham ko'pchilik bilmasa kerak. Botir va Farruh Zokirov mashhur aka-uka san'atkorlar bo'lib, san'atkorlar oilasida tug'ilgan. Otasi opera xonandasi Karim Zokirov, onasi musiqachi Shohista Saidova edi. Botir Zokirov o'zbek estrada san'atining asoschisi. Ko'p tillarda kuylagan va xalqaro sahnalarda tanilgan xonanda edi. Xonanda Parijdagi mashhur Olimpiya sahnasida chiqish qilgan ilk o'zbek san'atkoridir. U 48 yoshda saratondan vafot etgan. Milliy estrada san'ati instituti va estrada simfonik orkestri Botir Zokirov nomi bilan ataladi. Toshkentda haykali o'rnatilgan. Farruh Zokirov yalla ansamblining rahbari, taniqli bastakor va estrada xonandasi bo'lib, ko'plab davlatlarning xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. U buyuk xizmatlari uchun va el yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan. Aka-ukalar o'zbek san'atini boshqa millat vakillariga ham tanitgan ijodkorlardir. Iskandar Hamroqulovning ukasi Samandar Hamroqulov. Iskandar va Samandar Hamroqulovlar mashhur aka-uka san'atkorlar. San'atkorlar oilasida tug'ilgan. Otasi Rustamali Hamroqulov O'zbekiston xalq artisti edi. Iskandar aktyor va qiziqchi sifatida tanilgan. Satirik chiqishlari bilan mashhur. Samandar esa aktyor va boshlovchi. U 2007-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan. Obid Yunusovning ukasi Hasan Yunusov. Odil Yunusov va Hasan Rajabiy aka-uka bo'lib, ular Rajabiylar sulolasining mashhur vakillaridir. Ularning otasi Yunus Rajabiy taniqli musiqachi va bastakor edi. Obid Yunusov O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'lgan. Teatr va kinoda ko'plab rollarni ijro etgan. U 2015-yilda vafot etgan. Hasan Rajabiy esa maqom xonandasi, sozanda va bastakor. O'zbekiston xalq hofizi unvoni sohibi. Aka-ukalar o'zbek san'atida chuqur iz qoldirgan ijodkorlardir. Alisher Fayzning ukasi Xurshid Turdiyev. Alisher Fayz va Xurshid Turdiyev aka-uka san'atkorlar bo'lib, Namangan viloyatida tug'ilgan. Rashk qilasanmi, baxtlimisan ayt, Asal onam kabi qo'shiqlari muxlislar qalbidan joy egallagan xonanda 2012-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan. Ukasi Xurshid Turdiyev ham xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritadi. Xayrulla Sa'diyev Yodgor Sa'diyevning ukasi. Xayrulla va Yodgor Sa'diyevlar taniqli aka-uka aktyorlar bo'lib, mashhur aktyor Habib Sa'diyevning farzandlari. O'zbekiston xalq artisti Xayrulla Sa'diyev teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi. Akasidan 6 yosh kichik Yodgor Sa'diyev ham aktyor va rejissyor. U xalq orasida Shaytanatdagi Asadbek roli bilan mashhur. Aktyorlar Shaytanat serialida birgalikda rol ijro etgan. Serial ularning birgalikdagi qatnashgan eng mashhur loyihalardan biri. Anvar Sobirov esa Og'abek Sobirovning ukasi. Anvar va Og'abek Sobirovlar xorazmlik mashhur aka-uka xonandalar. Og'abek Sobirov bastakor va estrada xonandasi bo'lib, O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'lgan. Ukasi Anvar Sobirov esa Begona Bahor filmidagi rolidan so'ng muxlislar e'tiboriga tushgan. Muhriddin Xoliqovning ukasi Husniddin Xoliqov. Namanganlik aka-uka Muhriddin va Husniddin Xoliqovlar san'atkor oilasida ulg'aygan. Otasi hofiz, onasi shoira bo'lgan. Muhriddin Xoliqovning Nargiz, Pari, Ro'y sanamlar, Bugun seni uzatamiz qo'shiqlari hanuzgacha sevib tinglanadi. U 2001-yilda avtohalokatda vafot etgan. Ukasi Husniddin Xoliqov ham xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritgan. 2005-yilda kasallikdan vafot etgan. Hozirda uning qizi model, insta bloger Farangiz Xoliqova otasining qo'shiqlarini boshqa san'atkorlar kuylashini taqiqlab qo'ygan. Oybek Xolmedovning ukasi Ulug'bek Xolmedov. Oybek va Ulug'bek Xolmedovlar taniqli aka-uka san'atkorlar bo'lib, ijodiy muhitda ulg'aygan. Otasi Mirzabek Xolmedov so'z ustasi va qiziqchi. Oybek xonanda va bastakor sifatida faoliyat yuritadi. Mashhur qo'shiqlar muallifi. Ulug'bek esa xonanda va shoumen bo'lib, o'zining konsert dasturlari bilan tanilgan. Sobit Asomovning ukasi Obid Asomov. Sobit va Obid Asomovlar o'zbek san'atining taniqli marhum aka-uka qiziqchilari. Sobit Asomov aktyor sifatida sahnalarda faol bo'lib, 1996-yilda sahnada yurak xurujidan vafot etgan. Obid Asomov esa aktyor va hajviy guruh rahbari bo'lib, 1989-yilda
yilda Obid Asamov hajviy guruhni tashkil qilgan. U televideniye va kinoda faoliyat yuritgan, Rossiya teleshoularida ishtirok etgan. Qiziqchi 2018-yilda yurak xurujidan Toshkentda vafot etgan. Bekzod Muhammadkarimovning ukasi Ulug'bek Muhammadkarimov. Bekzod va Ulug'bek Muhammadkarimovlar o'zbek teatr va kino sohasining taniqli aka-uka san'atkorlari. Bekzod Muhammadkarimov 1988-yildan buyon O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritib, Buyuk Amir Temur, O'tgan kunlar va Shaytanat kabi filmlarda bosh rollarni ijro etgan. Hozirgi kunda esa dublyaj sohasida ham faoliyat yuritadi. Ulug'bek Muhammadkarimov ham kino va teatrda faol bo'lib, Jasur va Shovqin kabi filmlarda rol ijro etgan. U haqida ma'lumotlar nisbatan kamroq bo'lsa-da, aktyor san'at sohasida o'z o'rniga ega. Botir Muhammadxo'jayevning ukasi O'tkir Muhammadxo'jayev. Botir va O'tkir Muhammadxo'jayevlar ham o'zbek san'atidagi mashhur aka-ukalardan biri. Botir Muhammadxo'jayev aktyor sifatida tanilgan. Uning Sevginator va Tog'li kuyov filmlaridagi rollari mashhur. O'tkir Muhammadxo'jayev esa 1990-yillardan beri so'z ustasi va shoumen. Shohruxxon Yo'ldoshevning ukasi Muhammadali Navro'zov. Shohruxxon va Muhammadali Navro'zovlar o'zbek shou-biznesida taniqli aka-ukalar bo'lib, xonandalik va aktyorlik sohasida faoliyat yuritadi. Shohruxxon 1985-yilda tug'ilgan. Onasi rejissyor Zebo Navro'zovaning Bo'rilar filmidagi bosh roli unga mashhurlik olib kelgan. 2008-yilda Niqol mukofoti bilan taqdirlangan. Muhammadali Navro'zov 1991-yilda tug'ilgan. U ham aktyor, rejissyor. Muhammadali komediya janridagi filmlarni suratga oladi. Zuhriddin Rejametovning ukasi Husan Rejametov. Zuhriddin va Husan Rejametovlar Tugan Rejametov oilasida tug'ilgan. Ikkalasi ham O'zbekiston davlat satira teatrining aktyorlaridir. Zuhriddin Rejametovning ishtirokidagi Mardikor ayol, Ta'ziyadagi to'y va Shunqorlar kabi filmlar xalq ichida mashhur. Husan Rejametov haqida ma'lumotlar ko'p bo'lmasa-da, u 1970-yilda tug'ilgan bo'lib, Sarvinoz, Zanjir, Ko'chaning quyoshli tomonida filmlarda rol ijro etgan. Aktrisa Fotima Rejametova ham ularning qondoshi. Hasan va Husan Maqsudovlar. Hasan va Husan Maqsudovlar mashhur aka-ukalar bo'lib, aktyorlik faoliyati bilan tanilgan. Ular bir necha loyihalarda bir-birining o'rnida rol o'ynagan. Tomoshabinlar ko'pincha ularni bir inson deb o'ylaydi. Umid Iskandarovning ukasi Muhammadali Iskandarov. Umid va Muhammadali Iskandarovlar o'zbek kinosidagi taniqli aka-ukalar. Umid aktyor va rejissyor bo'lib, Lafz, Hamroh, Oqibat kabi filmlarda rol ijro etgan. Muhammadali esa rejissyor, aktyor va prodyuser sifatida Men terrorchi emasman filmi bilan tanilgan. Aka-uka birgalikda O'yin ichida o'yin filmida rol ijro etishgan. Ularning otasi Qurbonali Maqsudxonzoda Iskandari aktyor va rejissyor, onasi Sanoatxon Iskandarova san'atkor. San'atga mehr ular uchun oilaviy meros bo'lgan. Elyor Mahkamov Diyor Mahkamovning ukasi. Diyor va Elyor Mahkamovlarning aka-ukaligini ham ko'pchilik bilmaydi. Diyor estrada xonandasi, aktyor va prodyuser bo'lib, Muhabbat mavzusidagi qo'shiqlari, undan tashqari Muhabbat sinovlari, Majnun va Virus kabi filmlardagi rollari bilan mashhur. Elyor esa asosan aktyor sifatida tanilgan. Majnun hamda Temur filmlarida rol o'ynagan. Ularning san'atga bo'lgan qiziqishi otasi Doniyor Mahkamov va onasi Mahfuza Mahkamova tufayli yuzaga kelgan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.